Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum aziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık kardeşlerim. Hemmenlerine Allah'ın güzel salamları olsun. Bizni yeni bir qatim yüz görüştürgen Allah'a hamdülillah olsun. Bugünkü mevzumuz idrak hasıl kılış için meşhur tanıştırış. İdrak hasıl kılış, Türkiye'de yaşaydıgan ve Türkçe biladigan qarindaşlar daim anlaysızlar. İdrak hasıl kılışının Türkçesini nima deydi? Algı oluşturmak deydi Türkçe'de. Algı oluşturmak için meşhur tanıştırış. Yani bu kişilerin kallasıda halagan bir düşünce biçimi, bir düşünce kılıbı, oylaş biçimi, oylaş kılıbı yaratış degan gap. Aslida bu yazmamızning, bu videomuzning aslida mavzusi idrak hosil qilish uchun mashhur tanishtirish projesi Xitoy planlagan nihoyat qo'rqinchli oqibatlarni tug'diradigan shumliqdir edi. Lekin bu xuddi Chin Yong'ning maqolalariga o'xshash uzun mavzu bo'lib qolganligi uchun mening bek uzun mavzu bilan xo'sham yo'q. Shunda qisqartib etdim. Bu videodagi mazmunni to'liq aks ettiradiganini bu tegadikisi, ya'ni idrak hosil qilish uchun mashhur tanishtirish projesi Xitoy planlagan nihoyat qo'rqinchli oqibatlarni tug'diradigan shumliqdir. Bununla ait bundan ilgari hali kichik mavzularni so'zlagandik. Onunla qarata gerçi hech qanday fakt bo'lmasa-mu qarshiliklar bo'lgan. Ya'ni bizning xalqning bilisizlar faktga qarshi hech qanday dalili, isboti, hatto shalpaqili bo'lmasa-mu yanala gap yo'g'iltib baqadigan mijozini bilisizlar. Paketlarimizni ag'dirib yetadigan hech nimasi yo'q bo'lishiga qaramay yana tirajigan qarshiliklar bo'lganda bugun yana shu mazmundagi bu mavzuni yana bir tarafdan ko'ramiz. Ya'ni bu mashhur tanishtirishning oqibatlari nima bo'ladi? Bu nima uchun bu ziyonliq dedik? İlgari biz buni ziyonliq degandik. Ulgu xato bo'lsa, ulgudan o'ginadiganlarni xatoga boshlaydiganligi haqida to'xtalib, ba'zi Xitoylar biz uchun tiklab bergan mashhurlarni inkor qilgandik. Bu qatim buning oqisida nima maqsad bor? Bu mashhurlar orqali nimaga erishmoqchi bu haqda to'xtalamiz. Chet ellarda tanishtirilayotgan Uyg'ur mashhurlari. Uyg'ur mashhurlari deganimizda asosan adiblar bular. Ko'proq shoirlar qadimda, hozirgi zamonda shoirlarga qetilib yozuvchilar. Her ikkilisi adib. Adiblar bu mashhur deganimiz.
chet ellarda tanıştırılıvatkan Uyghur meşhurları hakkında hali köp toxtaldık, qarindoshlar. Lekin bichara xalqimiz qayta shakllantirilgan kallasida buni hazm qilolmadi. Yoki nurg'un psixik sabablar bilan buni qabul qilolmadi. Bu qanday sabablar? Bu haqdami mulohazalarimiz bo'lib o'tdi. Lekin tushungan bo'lmadi. Nima uchun mujmal odamlar, foili majhul bo'lganlar, aniq, hatto pokitlik munofiqlar Uyg'urning sarxillari sifatida tunishtirildi. Tunishtirayotganlar kimlar? Bu chet elliklarda xalqimizning ichki orzusi. Bu ichki orzu, siyosiy orzusi kelgusi haqidagi barliq boshqa orzularni o'z ichiga oladi. Bu ichki orzusi haqida chet elliklarning ichki orzu, bizning ichki orzumiz haqida chet elliklarning kallasida idrok hosil qilish uchun elib berilayotgan sistematik bir tashviqotdir. Masalan, siz chet elliklarga bir mashhurni tunishtirdingiz deyli. Uni xalqimizning eng suydiganligi, eng ulug'imiz ekanligi, eng chaqiriqchi bo'lgan ma'naviy obida ekanligi qatorliq sifatlashlar bilan tunishtirsangiz, chet ellik albatta sizning gapingizni hech asossizlar yolg'onlamaydi. Aksicha qarashlaringizga hurmat qilib, Uyg'urlarning eng mashhur kishilaridan biri mushu ekan deb qabul qiladi. Bu chig'ir bilan ketilganda tabiiy usulda bu mashhurning Xitoy oshiqligiga diqqat, Xitoy oshiqligiga misol bo'la oladigan boshqa birmuncha poqlari. Buni chiroyli degim kelmay poqlari dedim, asarlari uchraydi. Buni ko'rgan chet ellikda qanday bir tushunch tug'iladi? O'ylab boqinglar o'zinglar. Biz uni mashhurimiz, eng sevgan odamimiz mushu deb tanishtirdik deyli. U chet ellik bunun haqida bir izdinej deb boshqa nimalarni qaradi. Ko'diki bir muncha poq bor bu yerda. Nima o'ylaydi u? Uyg'urlarning eng sevgan mashhur kishilari buni deyotgan bo'lsa, demak Uyg'ur hayotini Xitoysiz tasavvur qilish mumkin emaskan. Uyg'urlarning umumlashgan qarashida Xitoylardan ayrilish orzusi yo'qkan degan tushuncha hokim bo'ladi. Xuddi Xitoylar yillardan beri bozorga selayotgan ikki ayrilolmaslikni asos bilan ta'minlagan. Xitoylar bilan jismoniy va ma'naviy beg'imizning bog'lanib, ajralmas bo'lib ketganligini tasdiqlagan bo'lamiz. Masalan, Tayyipjon Eliyub tug'ilganligining 80 yilligi Xitoy hukumati tarafidan dog'dug'uluq xotirlandi. Hatta Xitoyning Sharqi Turkistondagi birinchi qo'l vakili bo'lgan Jang Chunshan, shu vaqtdagi vakili Jang Chunshan degan Xitoy bu xotirlash yig'iniga qatnashib nutq so'zladi. Nutqini Tayyipjon Eliyubning Vatan haqida g'azal degan ash'orligi mashhur she'rining oldingi ikki misrasi bilan boshladi. Nima edi bu ikki misra? Anajon tuqqan elim jungu uning farzandiman. Rishtiga jismim bilan, ishqim bilan payvandiman. Shu ikki misra bilan boshladi. Shuning Xitoycha tarjimasi bilan. Dal shu kunlarda Xitoylar Tayyipjon Eliyubni xotirlayotgan kunlarda erkin dunyoda Amerikadagi Erkin Osiyo radiosining Uyg'urcha bo'limimi Tayyipjonni xotirlab program qilgan edi. Ta'limimizga chet elliklar haqiqiy ma'noda Uyg'urlarga diqqat qilayotgani yo'q.
Hatta Türkiye'de mi? Ahvalı şu. Türkiye'de mi Uygurlarga haqiqiy ma'noda diqqat qilayotgan odam yo'q. Agar bu qiliqlarimizga haqiqiy yo'sinda diqqat qilgan bir chet ellik bo'lganida nima o'ylab qolar? Erkin dunyoda munofiq adiblarni xotirlashdak bu ajoyib mo'jiza yuz bergan vaqtning o'zida men qarshi maqola e'lon qilgandim. Mening qarshi chiqishimga qarata Türkiye'de itibar berish siyosatining mahsuli bo'lgan Uyg'ur professorlardan biri javob yozib ekan. Ularning javobida asos qilgani o'zbek shoiri G'afur G'ulom bo'lib, G'afur G'ulom emgeklerining mutlaq ko'p qismi Stalinni madhiyalashga bag'ishlangan bo'lishiga qaramay, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyinmi uni munofiq e'lon qilmabdimish. Uni ulug'lash davom qilib etibdimish. Bu selishtirmadagi ma'tuluq shu yerdaki, O'zbekistonliklarning Rus mustamlikasiga qarshiligi 1927-yildagi oxirgi mag'lubiyat bilan bitgan, oxirlashgan. Ya'ni bosmachilarning oxiri İbrahim Laqayning Afg'onistonga qaytishi bilan bosmachilik deyilgan mustamlikaga qarshi harakat jimiqqan. Shundan taki 90-yildagi mustaqillikcha O'zbekistonda Sovet hukmronligiga qarshi mustaqillik orzusida hech qanday qarshilik harakati bo'lmagan. Bugungi mustaqillik Sovet ittifoqining yemirilishi bilan xuddi osmondan tushgandekla oxirida bo'lgan bo'lib, hatto O'zbekistonliklarning o'zimi buni kutmagachga ruhiy tayyorligimi yo'q edi. Bu holda G'afur G'ulom O'zbekistonning mustaqillik orzusi yoki mustaqillik harakati uchun to'salg'ulik roli o'ynagan bo'lishi mumkin emas. Uning mustamlikachilarga qanchalik xushomadkorona harakat qilgan bo'lishidan qat'iy nazar mustaqillik maydoniga keldi. Munofiqlik bor deyilganda bu qahramonlik bo'lganligi ko'zga ko'rinadi. Qaraning ustida qara ko'rinmaydi. Oqning ustida andin ko'rinadi qara. Qahramonlik bo'lmagan ekan kim munofiq? Kim emas? Qarshida selishtirilayotgan obyekt mavjud emas. Ya'ni hammasi o'xshash. Birini munofiq deyish uchun uningga muqobil qahramon bo'lish kerak. Qahramonlar kimlardi? Hammasi Sovet hukmronligini rozilik bilan qabul qilgan aholidan iborat edi. Bu holda birini munofiq deb qaralashmi bek odillik bo'lmasi kerak. Ammo Sharq Turkiston mustaqillik harakati taki istiloning birinchi kunidan tartib mavjud. To'xtab baqmadi ve mustaqillik irodamizning sundirilishi yo'lidagi psixologik hujumlarning hammasi o'zimizning munofiq adiblari orqali ilib berildi ve şu hal davom qilmoqda. Ularning dushman uchun qilgan xizmatlari ve mustaqillik ruhimizga qarshi tarqatgan zaharlarning roli mo'lcharligisiz bo'ldi ve bo'layotdi. Şuna ularni kechirishimiz hargizmi O'zbekistonni ulgu qilishga emas, o'z amaliyatimizni asos qilgan holda bo'lishi aqallidir. Yana bir tarafdan O'zbekistonda Sovet hukumati tarafidan belgilangan sekretar va raislarmi munofiq sanalayotgani yo'q. Masalan, 20-yillardagi O'zbekiston Sovetining raisi va partiyakom sekretarlaridan bo'lgan Akmal Ikromov, Sabir Rahimov qatorliqlarning nomida Toshkent shahrida mahallalar bor. Hala o'zgartirilgani yo'q. Ularni munofiqdi, qo'rchoqdi desa, qahramonlari kimlardi? Bu jihatdan agar O'zbekiston ulgusida bo'lishga to'g'ri kelsa, Sharq Turkistondami qo'rchoq raislarni rahbarimiz sifatida ko'tarishga to'g'ri keladi. Bekmi kulkulik o'xshatishlar.
Endi yana chet elliklarning tushunish va qaror qilish bichimlarini belgilashdagi roli qaytayli. Uyg'urlardan her qanday bir Uyg'urdan chet ellik birisi biror shoir tavsiya qilishni, ya'ni biror Uyg'ur shoirini tavsiya qilishni so'rab qolsa, bilganmi, bilmaganmi, har qanday bir Uyg'ur darholla birinchi bo'lib Lutfullah Mutallibni ko'rsatadiganligini hammaylar faraz qila olamiz. Buni birmuncha Uyg'urlarning she'rlarini tarjima qilib tunishtirayotgan Joshua Freemanning so'zidanmi bilgili bo'ladi. Freeman Lutfullohning Uyg'ur klassiklari qatorida tilga ilinishiga qarata hayronligini ifoda qilish bilan buning o'ylanishga tegishli bir ish ekanligini degan. O'qinglar. Mana shuni degan. Agar vaqt yetishmasa, ashada to'xtatib qo'yib o'qib baqsammi bo'ladi. Buning tarjimasi nemishqa ba'zi shoirlar klassik shoir deb qaraladi. Yana ba'zilari asosan unutilib ketadi. Bu yerda ularning xizmatining sifati va vaqtning siniqidan ko'p ishlar bor. Men 1945-yili vafot bo'lgandan buyon adabiy rivoyatga aylangan bir shoir Lutfullah Mutallibning inovatiga alohida qiziqaman. Bu qiziqaman havas qilaman degan ma'noda emas, ko'rinib turayotganidek. Nemishqa bu qadar qilib ketadi, hammish o'tirdi tursa deb qiziqyotidi. Qarindoshlar. Turkiyadagi xotirlash faoliyatiga turklarmi qatnashgandek qiladi paymetkinimdan qaraganda. Bu turklar kimlar? Belkim biror Uyg'urning yaqini va yaqinining ko'ngli uchun qatnashgan deb faraz qilishga bo'ladi. Ba'zi Uyg'ur adabiyoti haqidagi xato yo'llantirishlar, xato tunishtirishlardan qaymoqqan turklar bo'lishi mumkin. Turkiyada turklar Uyg'ur adabiyotiga boshqa chet elliklarchilikmi qiziqmaydi? Buni esinglar tutinglar. Qiziqqan bo'lsa, ular Uyg'urchani mukammal o'rgangan va qiziqishlarining turtkisida tarjimalarni o'zlari qilgan bo'ladi. Yiligacha tarjima qilinganlarning hammasi degidek Uyg'urlar tarafidan tarjima qilinib, turk kitobxonlariga sunilayotganligini ko'ryapmiz. Qanchalik o'qib yeri yutib qo'yganligimi o'tirida bu deganlik. Shundaqla Uyg'ur adabiyotini tadqiq qiladiganidek ko'ringan turklarning Uyg'urchani bilmaydiganligi alamlik. Bir necha so'z biladi. Uyg'ur talaffuzida turkcha so'zlaydi. Ularning buncha e'tiborsiz qarashidagi asos sabab millatchilik tuyg'ulari bo'lib, Uyg'ur tilini boshqa bir til deb e'tirof qilishga qat'iy unamaydiganligidan, uni turkcha deb turib oladiganligidan haqiqiy o'ginay demaydi. Uyg'ur tilidan dars beradiganlarning hammasi degidek maxsus Uyg'urcha dars bermasdan O'rta Osiyo dialektlari degan atalg'i ostidagi to'pnaqi bir turda ishlaydi. Natijada haqiqiy turda va maxsus Uyg'ur adabiyotini kasb qilgan bir turk yo'q. Buni hozircha bizning ta'limimiz desakmi bo'ladi. Chunki ular haqiqatan maxsus tadqiq qiladigan bo'lsa, bizninkilardek tepmalal qilib o'tkazib o'tmaydi.
O halda bazı Uygurlar tarafından en uluglarımız dep tunuşturulayotgan meşhurlarning başka eserlerini mi tepip okup bakay dep izlenetdi. O halda münafıklık, Xitayperestlik mazmunlaridagi şermende eserlerini görse nima deyishi mumkin edi? Uygurlarning ilg'i qilish iqtidori yo'qkan desa u mayli. Uygurlarda münafıklık tamamen normallashgan. Obyekt haqidagi baholarda hech qanday hisob qilinmaydigan bo'lib ketgan bir xalq ekan deb o'ylasqandaq bo'lar edi. Yoki Uygurlarning aslida Xitoydan ayrilish orzusi yo'q ekan. Ularning butun ruhiy dunyosi Xitoylar bilan ayrilolmas bichimda yug'urilib ketgan ekan deb o'ylashdi. Buni texmi oddiyraq qilib mundaq deylik. Biz bir odamni ulug'laylik, bek ulug'laylik. Hatto chet elliklarga bizning eng ulug' odamlarimiz mana bular deb tunishtiraylik. Bu chet ellik Uyg'urlarning ulug'larini to'liqroq bilib beqish uchun izdansa, deb qo'ysa ketdi. Agar bir bilib baqay deb izdansa va uning heliqidek poqlarini ko'rsa, Xitoyparastlik, qulchilik yig'ib turgan asarlarini ko'rsa, haqqimizda qanday o'ylab qoladi? Buni o'ylab ko'rdikmi? Bu taraflarni nazarda tutib o'ylangan vaqtimizda bir qism kishilar Xitoylarning orzusiga uyg'un holda mushundaq mashhurlarni chet elliklarga tunishtirmoqda, tavsiya qilmoqda. Buning bilan chet elliklarning haqqimizdagi, bizning haqqimizdagi tushuncha dunyosini Xitoyning orzusiga uyg'un qurib chiqishga ongli xizmat qilmoqda. Ama zo'r ko'pchilik Uyg'urlar angsız. Angsız halda ularning sadasini yangirtib beryotadi. Go'yo kuch ulab yugurish musobaqasi bor, kuch ulab yugurish degan. Kuch ulab yugurish kaltikini keyingiga ulashtirmoqda. Ularning bunday qilishini qanday tushunish kerak? Bu xuddi cho'giltib qo'yib berilgandek aylanboshlik bilan qilinayotgan takrorlanish ekanligini, o'zgarishlardan hech xabarsiz birining xuddi uyqusida o'ndargandek yog'li qapoqlashgan mashhurlarning bir temillarini o'tirg'i chiqarishi. Pat chiqarib turdi-ku ama Facebook. Aslida bir turlik ilmdorlik tamoyidan xuddi buning bilan xeyli birnin biladiganidek ko'rinadiganligiga bo'lgan ishonchdan qilinayotganligini faraz qilish tez emas. Bular uchunmi yangi baholarni qabul qilishdan ko'ra konusida ching turish, ko'nib qolgan yerga mahkam esilib, johilona terajashni xuddi ilmliklarning mavqesida ching turish kabi tushunib olganidan desak bo'ladi. Bu ruhiy holatni suratlagan donolarning hikmatlariga qarab boqaylik. Aqlsizlik degan nima? Aqlsizlik haqiqatni bilib turib, ko'rib turib, yanali yolg'onlarga ishonmakdir. Morgan Freeman shunday debdi. Yot mustamlikchilarning sizlarda paydo qiladigan eng chong halokati vaqtning o'tishiga ergishib o'zinglarga ularning ko'zi bilan qarashinglarni ishga oshirishidir. Fransiz Fanon. Bir fikrning umumlashganligi uning to'g'ri ekanligiga dalil bo'lolmaydi. Hatto to'g'ri bo'lish ehtimolini orttirmaydi. Schopenhauer. İnsanlar bir qatam qaror oldimi bo'ldi. Qarorlarning xato ekanligiga doir nihoyatda kuchli dalillarga duch kelgan taqdirdami qarorlarni o'zgartirishni hech xohlamaydi. Sutherland. İnsanlar umumiy jihatdan qabul qilinganligiga ishontirilgan bir fikrni naqadar ahmoqona bo'lsin, asalla meningsiydi. Schopenhauer. Odatdagi kishilarning kallasi ahmoqlik bilan to'lib ketgan bo'ladi. Bularni supurib tozalash bektas. Ya'ni Schopenhauer.
İnsanlar bir fikrini hiç akıl işletmezden fakat ülgünü taklif kılıp da kabul kılıdı. Bana dikkat kılınlar. İnsanlar bir fikrini hiç akıl işletmezden fakat ülgünü taklif kılıp da kabul kılıdı. O halda eğer bu ülge hata olsa hataga gitidi degan gap. Schopenhauer. İnsanlar özünün tutumuna zıt delillerge duş gelgende bu delillerge işenişini rad kılıdı. Sutherland. Bir qarashda qanchalik ko'p yuchuq achag'ilgan bo'lsa, u qarash shunchalik oz to'g'ridir. Robert Cialdini. Bu kishi qoyil qilish mutaxassisi ekan. Bu dunyodagi eng cho'ng ovorachilik shuki, ahmaq va asabiylarning o'zini ziyoda muayyanlashtirilishidir. Chunki donishmand kishilarning qalbi hamisha gumon bilan to'lgan bo'ladi. Bertrand Russell. Haqiqatning bir chetini ochsang, sana bir emas bir to'p odam qarshi chiqadi. Google. Danalarning yuqorqi so'zlarini menimcha qayta anglab, o'zinglar tatbiq qilib beqinglar. Amaliyatinglar, atrofinglar. İlgirki ba'zi mulohazalarımızda deganimdek, insonlar umuman ko'nib qoladi. Ko'nglar ko'nga yomonmi, ko'yganmi deganda ko'z tutilganimi, ko'nib qilishning kuyib qilishdanmi yomonroq ekanligiga ishoradir. Ko'ngan har shayning o'zgarib ketishi insonlarni parakanda qiladi. Shunga qarshi chiqadi. Barliqqa kelgan yangiliklarning qarshilikqa uchramaydigani bo'lmaydi. Bunun sebebi künüp gelişini mənbə qılıdır. Çünkü insanlar için ölmek oylaşdan asal. Bu Schopenhauer'ın sözü var. Yani tətirüzçe desek, insanlar akıl işletişini ölüştün mü bek tərs görüdü. Akıl işletişki bolğan bunç tərs alıp insanlarını təpəkkür, hurulluqıga məhkum qıyğan bulup, künüp qalğan mevcut neslerini qoğdışının sebebi olsa, yeni neslerini qabul qilish uchun butkul qarashlarını, tefekkür endizelerini, hayat mizallarını qaytadan tekshirib chiqish, qayta tahrirlashni taqozo qildiganlikdan, buningdan qechishning yo'li ko'nini saqlab qilish bo'lganlikdandir. Ya'ni aql ishlatishga majbur qiladigan har qanday ish uning qarshiligini keltirib chiqaradi. Eqishdagi qarashlarga qo'shilib olish, yani iqimga erişiş en asal yol. Qarindoshlar, buguncha mushunchalik so'zlaymiz. Keyingi qatim ko'rishguncha Alloh hammanglarni salomat qilsin. Niyat qilgan buyuk ishlaringlarni Alloh qo'llasin. Xayr xo'sh.